Assalomu alaykum. Bizga yana Andijondan Ulug'nordan bemorimiz kelibdilar. Bel og'rig'i bilan bular birinchi o'sha Moskvadan kelganimizda 3 yil oldin kelgan edilar. Yana 3 yil ichida yana qaytib kelibdilar. Ismingiz nima edi? Kim? Ha? Shoyatbek. Shoyatbek. Nechinchi yil edingiz? 87. 87. Hozir endi og'riq qaytdi ko'proq. Og'riqni shu bel oyoqqa beryapti, o'tirsam turolmayapman. O'shanda ham shunaqa keluvdingiz 3 yil oldin. Unda bir tomonim ishlamay qolib kelganman. Unda turolmasdim. Bo'ldi. Hozir mana shu kuchli Xo'p, va nihoyat Shoyatbekning muolajasi ham tugadi. Qalay holatlar? Yaxshi, zo'r. O'tirib turingchi 2 marta. Mashalloh. Zo'rmi? Yuraveringchi bir marta. Aylanib. Yengila? Zo'ra. 3 yil oldin kelib baraka topdingiz. Yana keldingiz-da. Salomat bo'ling. Alloh shifo bersin. Yaxshi boring Andijonga. O'zingiz ehtiyot qilasiz. Sog' bo'ling.